Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ez qarindaşlar, hazır toxtulduğumuz Ramazandaki şəhvətlərimiz. Ramazan rozası ruhның şəhvətlər əsirlikidən bir ay qutulduğan hürriyetidir. Çünki ruh yıl boyu tənnin istek arzular səbəbindən nesibisini alalmağılı tasla qaladı. Həvəs, şəhvət və arzu armanlarına qərq bolğan təndən uzaqlaşqan ruhqa ən az bolğandımı bir ay insaflıq muamele qilish kerak. Tənnin özü Ramazanның gündüzüdə şəhvət və arzulardan məcburi yiraq tutquchi ibadat bolğan roz tutuş bilan, Ramazanның keçələri Allahның kitabını tilavat qılıb qiyamda turuş bilan əməliləşidigan alohida bir çeniqishqa ehtiyojliqdir. Ruhning və vücudning çeniqtirilishi bilan Nəfsimiz vacib və təkliflərinin ağırlıqlarını kötürüş üçün tərbiyə və təyirlikdən ibarət özü muhtaç bolğan nərsələrini tapalaydı. Nicatlıqni tələb qılğıcı balay afətlər çeçilğan, tosalğularmı köp bolğan yolda maڭadı. Bunun həmmisi adami və cinni şeytanlarının fitne fasatları güçləndirildiğin, nəfsinin istek şəhvətləri və insanların arzu armanlarına qarşı duruş bilan birlikdə Allahqa səfər qilishning jabr jabalariga chidash uchun chiniqishga muhtojdir. Mana bu chiniqish uchun Ramazan oyidimi yaxshiroq bir vaqt bo'lmasi kerak. Ey mu'minlar, gunohlardan saqlanishinglar uchun sizlardan ilgirkilarga, ya'ni ilgirki ummatlarga ro'za farz qilingandek, sizlarga Ramazan ro'zasi farz qilindi. Fəxruddin Razi Allah Taala'nın bu ayetinin təfsiri haqqında mundaq deydi. Ushbu Ramazan rozası tutqan rozanlar bilan və şəhvətlərini tərk etişinglar bilan Allahdan qorxuşinglar üçün farz qılındı. Bir narsani yaxshi ko'rish qanchalik kuchlik bo'lgancha, u narsadan saqlanish və uzoq turish shunchalik təs bo'ladi. Yemək, içmək və ayollar bilan münasibət qurishga bo'lgan şəhvət boshqa narsaga bo'lgan qiziqishdan texmi kuchlikdir. Sizlarga yemək, içməkni və ayollar bilan münasibət qurishni tərk etish orqali Allohdan qo'rqish osonlashgan vaqtda boshqa narsalarni tark etish texmi qulay və osondir. Ro'zalarni Allohning roziliqini nafsning arzu-armonlari və havoyi shahvatlaridan ustun bilishga yetaklaydi. Bu bo'lsa, iymonda yukselishdagi tarbiyaning javhiridir. Ibn Rajab al-Hanbali mundaq deydi. Ro'za tutish nafsining asosliq nasibillarini va asosliq shahvatlarini Allah razoligi uchun xolis tark etishdir. Bu xil tark etish ro'zadan boshqa ibodatlarda tepilmaydi. Nafsining kuchi yetadigan turuqliq, arzu qilgan narsalardan saqlanishning kuchayishi, ondan u narsalarni Allohdan boshqa hech kim ko'rmaydigan yerda tark etalishi imoniy sog'lomligining dalilidir. Ro'za tutquchi har qachon qarab turadigan Rabbining borligini, xoli qilgan vaqtdami o'zi xohlagancha shahvatiga berilishni harom qilganligini biladi. Shuning bilan Allohning savobini umid qilgan, jazosidan qo'rqqan holda cheklamalardan yonidi va Rabbiga itoat qilib, buyruqlarni ijro qiladi. Alloh taolo ushbu kishiga bu amalining mukofotini berib, bandining bu amalini qolgan amallarining ichida o'ziga xos qiladi. Shunga Alloh taolo hadis qudsiyda shunday deydi: "U mening roziqimni deb tamqini shahvatini tark etadi." Salaflarning ba'zisi mundaq degan: "Ko'z bilan ko'rilib turadigan shahvatini ko'rib boqmagan bir va'da uchun tashlagan kishiga xush muborak bo'lsin." Nafsining asosli shahvatlarini tark etish bilan Allohga yaqinlashishda ahli ilmlar zikr qilgan bir qonchilgan foydalar bordir. Shularning qatoridan nafsini bo'ysundirish. Chunki bunday qilganda ko'p yeb ichish va ayollar bilan birga bo'lishdan saqlanib, nafsini kibrdan va g'aflat qilishdan to'sib qolg'ili bo'ladi. Shularning qatoridan yana qalbni Allohning zikri va tafakkuri uchun xoli qoldirg'ili bo'ladi. Chunki bu shahvatlarga behuda berilish qalbni dast bostirib va qarg'u qilib, sog'lom, aktiv bir qalb bo'lishdan cheklab, g'aflat qilishni keltirib chiqardi-da, qalbning yumshoqligini yo'qotadi. Yana texe qalbning barg'onsiri qetib va dodlashib ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Shunga nafsning asosiy shahvatlarini tark etish bilan Allohga yaqinlashganda qalbni zikr va tafakkur uchun xoli qo'yg'ili bo'ladi. Bu sanoqli Ramazon kunlarida negizliq shahvatlarni tashlashning foydalaridan yana
boy kishi kuchaytiradigan turuqliq havas istaklarni ushbu Ramazon uchun tark etib, Allohning hikmat va taqdiri bilan nurg'un kambag'allarga bermagan ne'matni o'ziga berganligining qadr-qimmatini biladi. Boy kishi u ne'matlarni o'z ixtiyori va erki bilan tark etgan vaqtda bir qancha soat mushaqqat tortib, oylar, hatto yillar bo'yi shu ne'matlardan mahrum qolgan kishining mushaqqatlarini ozroqmi bo'lsa his qiladi. Bu shu kishini boy qilgan Allohning ne'matiga shukr aytishning vojibligini eslatadi. U kishini baloyi ofatlar bilan sinalgan va jabr-jafo, ranj-mushaqqatda qolgan kishilarga rahim shafqat qilishga, chin ko'nglidan ularga qarindoshlik mehrini yetkazishga va meli bilan ularga tasalli berishga yetaklaydi. Ro'za tutish orqali negizliq shahvatlarni tashlashning foydalaridan yana qo'g'landi shaytonning harakat sohasi bo'lgan inson tomirlarini taraytishdir. Hadis sharifda haqiqatan shayton insonning tomirlarida harakat qiladi deb kelgan. Shunga ro'za tutganda shaytonning vasvasalari besqib, shahvatning va g'azabning hujumlari pasayadi. Bu bo'lsa, payg'ambar alayhissalomning o'ylanishga kuchi yetmagan yoshlarga qilgan so'zida ro'zani shahvatni sundurg'ichi deb sifatlashidagi sababidir. Kimki o'ylanishga qodir bo'la olmasa, ro'za tutsin. Chunki ro'za uningga nisbatan eng yaxshi shahvat keskuchidir. Yuqorida bayon qilganimizdek, ro'zalar odatda cheklanmagan istaklardan saqlanib qolmay, har qanday vaqtda harom qilingan havas shahvatlardan saqlanib, nafsi uchun ruhiy va jismoniy jihatdan nihoyat cho'ng foydaga erisha oladi. Chunki inson o'z nafsi, ruhiyati hamda tini haromdan poklangandan bakrak rohatlanmaydi. Ibn Rajab rahimahulloh bundoq degan: Ro'zador mu'min Allah razılıqının istak şəhvətlərini tərk etişdə ikənligini bilginida Rabbining razılıqını özünün havoyi həvəsinin üstüge qoydu. Şəhvətini Allah üçün taşlaş ləzzətə aylanıdı. Bu ləzzət Allah'ın həmmini bildiğanlığı bolğan çin imanında buludu ki, Rahman Taala'nın cəza mükafatının özü yalğız qalğan çağdaki birdəmlik şəhvətiga berilishning ləzzətidən dunyolarcha cho'ng ekanligiga ishonadi. Shunaqla xoli qolgan vaqtida u istaklarni tikib ko'rishni darraning alam azoblaridan bakrak yomon ko'rib, Alloh rizoligini ko'zlab shahvatlarini tark etadi. Darvaqa yeyish, ichish va halol jinsiy aloqa ro'z tutganda harom qilingan bilan zina qilish, aroq ichish, birovlarning milini nohaq yeyilish, nom obro'ylarini nohaq dafsanda qilish va nohaq odam o'ltirish qatorliqlar har qanday zamon va makonda harom qilingan. Shunga Alloh taolo g'azab qiladigan ishlardan ekanligini cho'qim ta'kidlash va saqlanish to'liq muhim. Ajablanarliki, muborak Ramazon oyida ushbu oyning hurmatini qilmaydiganlar ummatni aldab, shahvat qo'zg'aydigan, ro'zni buzishga sabab bo'ladigan narsalarni ko'plab tarqatib atadi. Shunga nurg'un kishilar Ramazon kunlarida o'zini ro'zdor deb hisoblasimi, amaliyotda butun kechini yomonliklar bilan bulg'ab suhurlik qilgan, ya'ni iftorgacha gunoh ma'siyatlardan yiroq turmagan holda Alloh taoloning mu'minlarga halolni kang qilib bergan va ularni Ramazonda va Ramazondan boshqa vaqtlarda haromdan behojat qilgan turuqliq suhur bilan iftor orliqida Alloh g'azab qiladigan ishlarga g'arq bo'ladi. Ramazonda ro'zining ma'naviyatini buzg'uchi harom qilingan shahvatlar ikki ko'z, ikki quloq va avratlarning shahvatlariga yig'inchoqlangan emas, balki yana qo'rsoqning shahvati bordir. Bir insonning pul meli harom bo'lgan taqdirda shu pulga setilingan yemak-ichmak o'xshashla haromdir. Bir kishi yemak-ichmakni faqat badanga kirib chiqib ketadigan bir modda xolos deb o'ylagan bo'lsa, bakla xatolashgan bo'ladi. Qo'rsoqqa kirgan narsa a'zolarning harakatiga ta'sir ko'rsatolmaydi. Halol bo'lsin yoki harom bo'lsin baribir deb o'ylab qolganida xatoliqi texim eshib ketadi. Taqvolikning haqiqati deydiki, harom narsani yeyish vijdonlarni xonavayron qilib o'tadi. Qalblarda yomon o'zgarish paydo qiladi va aqllarni o'ltiradi. Odam bolasi harom narsani yeb ichayverganda Alloh taolo ato qilgan insonlik subtini yo'qotadi. Ko'plagan harom kasblardan kirim qilishni Alloh taolo yeyish deb atadi. Chunki uningdan qilgan kirim oqibatda yemak-ichmakka aylanadi. Natijada inson
halal yeb ichdim deb o'ylasa-mu, nafaqni yeb ichgan bo'ladi. Qur'on Karim yetimlarning milini yavilish bilan qo'lga keltirilgan foydani cheklagandir. Zulm qilib yetimlarning mol-mulkini nahaq yavaldiganlar shubhisizki qo'rsqiga qiyomat kuni yenib turgan o'tni yavalgan bo'ladi. Ular yenib turgan o'tqa, ya'ni lavuldab turgan jahannamga kiradi. Qur'on Karim jazoni orqali qo'lga keltirilgan maldan qo'rqitgandir. Jazoni o'sim yegan odamlar qiyomat kuni go'rlaridan jin chepilib qolgan sarang odamlardek qopadi. Qur'on Karim para yeb qo'lga keltirilgan malni qattiq yomon ko'rsatgandir. Bir-biringlarning mollarini nahaq yevalmanglar. Bilib turib bir qism kishilarning mollaridan zulm bilan yevilish uchun hokimlarga para bermanglar. Qur'on Karim haromdan, sehrgarlikdan, kahinlikdan pul tepib yeyishni qattiq yomon ko'rgandir. Ular, ya'ni Yahudilarning orasidagi nurg'un kishilarning gunohga, zulm silishga va harom yeyishga aldiraydiganligini ko'rasan. Ularning qilmishlari nima degan yomon? Alloh taolo mu'minlarni dindan foydalanib qo'lga keltirilgan maldan yeb ichishdan yiroq turishga buyurgandir. Ey mu'minlar, ibriylar va rohiblardan, Yahudi va Nasara ulamolaridan nurg'unlari kishilarning pul mollarini haqiqatan harom yeydi. Kishilarni Allohning diniga kirishdan to'sadi. Ummatlarning halok bo'lishi Alloh taologa qulluq qilishni tark etib, Allohning haqqini zoya qilib o'tganlikdan va Allohga qulluq qilishning o'rniga havo-havas va nafsining qulluqiga bo'ysunganligidandir. Alloh taolo bunday deydi: Ular ketgandan keyin ularning o'rnini bosgan o'rinbosarlar namozni tark etdi. Nafs xohishlariga ergashdi. Ular qiyomatda gumrohlikning jazosini tortadi. Tavba qilgan, iymon aytgan va yaxshi amallarni qilganlar buningdan mustasno. Ya'ni shularla jannatga kiradi. Ularning amallarining savobidan hech narsa kamaytirilmaydi. Ey Alloh, bizni halol rizqing orqali haromdan saqlagin. O'z fazl va rahmating orqali o'zingdan boshqasidan bizni behojat qilgin. Amin.